Mana shu demak qiyshagan burun qismi, ya'ni burun suyak qismi bemorimizda nafas olishga xalaqit bergan. Bemorimiz uzoq vaqtdan buyon burun bitishi, og'iz ochib uxlash, xurrak otish va tez-tez gaymarit bo'lish shikoyatlar bilan murojaat qilib keldilar. Ko'rganimizda burun to'sig'i chap tomonga keskin qiyshiq va aynan shu chap tomonda surunkali gaymarit aniqlandi. Bemorimizda hozir bir vaqt o'zida septoplastika vazotomiya va chap tomonlama endoskopik gaymaritomiya amaliyotini o'tkazamiz. Mana bemorimizda demak qiyshagan burun to'siqlari to'g'rilandi. Mana ko'rishimiz mumkin. Tomonlarigacha tekis ochildi. Bu chap tomonlari. Hamda bu tomonda demak mana chap yuqori jag' bo'shlig'i ham endoskopik yo'l bilan ochildi. Bemorimiz xudo xolasa burundan endi erkin nafas oladilar. Mana shu demak qiyshagan burun qismi, ya'ni burun suyak qismi bemorimizda nafas olishga xalaqit bergan. Mana olib tashladik. Xudo xolasa bemorimiz endi burundan erkin nafas oladilar.